Bugun ingliz tili vazifalarni ertalab qilaman deganda, lekin uxlab qolibman. Mayli, maktabda qilaman. Maktabda o'rtoqlar bilan gaplashib vaqt o'tib ketdi-yu, endi mayli darsga boraychi. Kecha ustozdan gap eshitdim. Bugungi vazifalarni qilmagunimcha uxlamayman. Kecha stol ustida uxlab qolibman. Darslarning 10 tadan 2 tasinigina qildim xolos. Darsga borsam ustoz yana urishadi. Bugun bormasammikan? Yaxshisi darsga kechikib boraman. Shunda ustoz bilmaydi. Dushanbadagi vazifalarni qilmaganim ustozning esidan chiqqandir, ularni qilmayman. Faqat chorshanbadagini tez qilib tashlayman. Speaking yodlashga ulgurmadim kecha. Mayli, shanba. 2 kun bo'sh vaqtim bor-ku. Hamma topshiriqlarni bemalol qilib tashlayman. Bugun dam olaman. Bir hafta darsga bordim-ku. Ertaga yakshanba. Darsni ertaga qilaman-da. Bugun vaqtni qanday o'tib ketganini bilmay qoldim. Mayli, hozir ozgina qilaman. Qolganini esa ertaga ertalab turib bajaraman.